Diqqat, O'zbekistonda yana bir dahshatli jinoyat sodir etildi. Yuragi bo'shlarga ko'rish tavsiya etilmaydi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Namanganda 7 yoshli qizcha o'z qarindoshi tomonidan to'y vaqtida zo'rlandi. Bu haqida Kun.uzga ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, 1987-yilda tug'ilgan B.S. 2025-yil 14-oktyabr kuni tog'asining yashash xonadoniga to'y sababli borgan. U to'yda tog'asining 2018-yilda tug'ilgan nevarasi voyaga yetmagan I.K.ni aldab chetga olib chiqqan va uning nomusiga teggan. So'ngra voqea joyidan yashiringan. Hozirda qizaloq shifoxonaning jonlantirish bo'limida ekani aniqlanmoqda. Erkak 2 kunlik qidiruvdan so'ng qo'lga olinib, unga Yangiqo'rg'on tuman sudining 2025-yil 16-oktyabrdagi ajrimi bilan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Viloyat ichki ishlar bo'limi holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirib, fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 118-moddasi 4-qismi bilan ish ochilgani xabar qilindi. U bundan avval ham 2020-yil 26-fevralda Jinoyat kodeksining 118-moddasi nomusga tegish bilan aybli deb topilib, 10 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Shundan so'ng 2025-yil 19-fevralda B.S.ning o'talmagan 5 yil 1 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi shu muddatga axloq tuzatish ishlari jazosiga almashtirilgan. Bundan tashqari ushbu shaxs 2014-yil 15-yanvar kuni ham Jinoyat kodeksining o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish hamda jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish, bezorilikni nazarda tutuvchi moddalarda aybdor deb topilib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2015-yil 16-iyulda esa uning o'tolmay qolgan 3 yil 1 oy 6 kun ozodlikdan mahrum qilish jazosi shu muddatga axloq tuzatish ishlariga almashtirilgan. Avvalroq Hindistonning Uttar Pradesh shtatida sud 3 yoshli qizaloqni zo'rlab vahshiylarcha o'ldirgan erkakni o'lim jazosiga hukm qilgandi deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.